Bolam, akam qandaqroq? Hayatning o'sha kelgan ta'sir uxlab qoldi. Xotirjam bo'l. Yuragim endi o'rniga tushdi. Ben qo'rqib ketdim bolam. Japa tatdingmi o'g'lim? Yo'q. Qaysarchi. Telefonini itilib yo'q qo'ydan. Rana bir do'sti bilan Qaysar bog'dek liyabus berib izlawatdi. O'g'ay qaytib kelib baqsin qandaq qilibdim ekan men. Jasur, yaxkilab qarangchi. Qaysar qachon deymiz? Oyoq bir paranı söyle. O neyim demekçi de? Praktik doktor bo'lganda ta bugunga qadar mingdan ortiq odam davolab berdim. Davolab saqaytganlarimni yerimdan ko'p. Lekin dadam uchun hech qilib berolmadim. Men bir doktor turib o'zimning dadasini davolayolmasam, Qachon deymiz? ben onu deyishni ansiraymaydi. Agar o bilsa, yana o'yini beshiga kiyib hammamizning ko'ngli parokanda qiladi. Lekin uning ideya jaddi tayyorlik qildigiga ozroq vaqt bo'lishi kerak-da. Shikama, nima deyapsizlar? Qaysar. Men nimaga ideya tayyorlik qilma? Qaysar. Qarovko. Dadamning dilini davololmamdika? Aka? Sen davolsan bo'ldi-ku? Qaysar. Acha! Shikama mendan turishni uchratamsizlar? Ay, yo'q. Acha? Yo'q, ko'p o'ylabsizlar. Unda ish yo'q. Shunday Qaysar. Sen farazim to'g'ri. Dadam bu uzamay biz ayrilish mumkin. Nima dedi? Dadam nima bo'ldi? Og'rib qoldimi, aka? Hoy. Sen doktorga, sen davolsan bo'ldi-ku. Sen nima ish davolmaysan? Aka? Ha? Davolab saqayt qilib bo'lmaydigan kasal. Qaysar. Qaysar. Koma. O'zim bislo. Udaqma. Voy, udaqma. Kom. Dadamni nima ish davolab bo'lmaydi? Aka? Sen bir doktor-ku. Dadamni sen davolsan bo'ldi-ku. Yana men bilmaydigan boshqa naqqa yetib borma, acha. Dadamni davolab saqayt qilib bo'lmaydi Qaysar. Demişqa! Sen doktor-ku, aka. Kakam nimiz qulaq yasamaydi, dadamni bilag'iydi o'sha. Dadam o'pkiraki bo'lib o'tirsa. Dadamni o'zi vaqt qolmadi. Qaysar. Sen. Endi deysan aka. Nima qilmoq endi deysan.
Yaxşıroq qarangchi. Nemish qilaman endi deysan? Aka. Ne gap qilay menga endi deysan? Soğuqqan bu. Ovozingni boshqa yoqqan. Şunu sen toyuqsizlar uyga kelib turganmiding aka? Doktorlik o'qishdan shunga voz kechdingmi? Aka, gap qila aka, shunday qildingmi? Acha. Sen shuni bir oycha to'y qilma deganmiding? Rishkalla tadimmi ahvolni bilasizmi? Azisimlar shu. Dadam bizni bilginimizni bilmaydi. Hem bilişimizni bu xalamaydı bilemsen. Şunday olsun. Bana endi demsin. Ben nafı tutamazsın ama aça. Bo'ldi qil qaysa. Qo'pa aka. Bundagan dadamni qo'rqinma. Ansuraslar bo'lamdi. Shunchalik shaxsiyat chikanmiz, dötganmiz. Endi bo'lsin dadamga ozroq ko'ngil bilib qo'yaylik. Ma'qulmi aka? Neymiş onlar oldu aka? Bu seninle emas. Benim bu dadamla. Sana o'xshash acha. Ben neler qilolmaydim bu. Bechora dadam. Bizga qarab qanchalik azobni tortqandi. Biz dadamni uni qildi, buni qildi. Bizni arz qildi. O'xshab shiribdi. Qana qilamiz? Bizga dadam bo'lmasa bo'lmaydi. Biz sana kubul kılanmaslıqından qo'rqdim Qaysar. Qo'rqdim. Yok. Her şey kimden okşar. En bir işindeki faydası yok. Bo'ldi, meni yuvasin hadi. Ay bu iş çıkarıp koyamam. Xotirjam. Bundoq chog'da ish chiqolmaydi. Cesur. Qanday qiladi? Şu bu adamlar. Oşu. Dükkanı taze yitip kirgendin. Sen çıkandağınak aka. Yaxşı. Seni yaxşıtıramsa? Sap ketip çıkarttım. Oy, ben çayını demlep koyup, sana ekirtmeyeli çıkıttım ben de. Hazırla çıkay. Evet. Aka, hayatın çıkılıp düşürdü. Ben şunda korkup gittim. Çırayımı bekse tatırıp gitti. Ben etlik için bazağı berip, kanısını tepkilip sana şorup kaynatıp biray. Yakından bir salametliğin fakat yaxşı emas, kuvvet op qala. Anandikin doğurxandan doğuruma ağaç çıkay. Onçola akıp ketmişsen buludu ufkam.
Aka, odam qiyirganda kasalga yaqin bo'lib qoldik-a. Sen og'rib qolsang, bolalarımga avarchilik, meningmi ko'nglim yerim bo'ldi-a. Mening sendan bilak nimam bor? Parvar, nədiki gaplarni qildi ekansan, akam. Keldim lan bola. Dada. Chiqsam bu. Shu dadanglar usab ketib chiqibdi-a. Qandaroq? Yana beshin qiyayotamda? Yo'q. Baya umdallik qaygan. Hozir yaxshi bo'lib qoldim bilan. Sizlarchi kash qopsizlar? Biz Qaysar bilan maslahatlashib chiqqan. Bular. Uning ko'zi kirib olmanglar bo'ldi. Omo cho'ngib qoldi. Qanday qilishini o'zi bile. Dada. Men asta kirib dam olay. Sizlarmi demelinglar? Dilkanның sizlarga bo'lgan sovg'isi oshkorlandi. Bu ota-onalarimizga qilingan yaxshi sovg'a. Nobeyjinning yangi bir avlod mahsuloti Dilkan Nobeyjin. Ota-onalarimizning sog'lomligi uchun cheksiz muhabbatga to'yingan ko'nglingizni Dilkan Nobeyjin orqali ifodalang. Dilkan Nobeyjin Xinjiangning har qaysi joylaridan vakolatchi qabul qildi. Dilkan Nobeyjin. Qalğaç markalı sopun paraşogi vətən erkin çıxırırsın. Vay nemin? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşogi. Balalar çıkıyor. Anlaştık da ya oldu. Hemen çakır. Buldu ama. Acha, chiqib nashta qildim. Dada yaxshimi? Ha, yaxshimi bola? Qanaqroq hisobsiz? Yaxshi. Nashta tayyor bo'ldi. Sho'rxum qilsan-da. Ha, sana. Quvvat ulandikin de. O'xshaganda qildi-g'or. Amma, Ha? Qaysar axsham kelmayapti. Qaytib kelmedi. Sho'rpa bek ta'mli ko'p turibdi. Ha, shu go'shtni shundoq jig'selib, past o't qaynatgandim. Shunga bek ta'mlik chiqibdi aka. Qo'saqni ochqa yeriga keldi. Ala. Ha, bola, keling. Kela bo'lim. Dada, qanaqroq uxlabsan? Yaxshi, undan. Sen-chi, Yaxshi bola. Kela, nashta qilib olay. Qandaroq? Undan xeli yaxshi dam olibdilar bola. Rana ko'rinmaydi. Ha, Rana atgan chiqibdi-ku. Qarsam chiroyi bek arg'in. Shun kirib uxlab chiqing deb kirgizvatdim. Tunugun akşam o kız kech soat 2 o'g'cha Qaysarni istab kirdi emasmi? Qaysar akşam qaytib kelmadimi? Qaytib kelmadi. Dada, bugun kechki Po'lat uy keldigan ishni bo'ldi qilsak bo'larmiki? Hammamizning uning kayfiyatimiz faqat yaxshi emas. Dada, sen qandaroq tursa, sendan beklansirab qoldim. Ansirman bolam, men xeli yomon emas. Bu ishlar ash o'rinlashtirgan peti bo'laversin, ha? Oy, asli xislatning degani bo'yicha bo'laveram-da. O Qaysarning ishi bir kunlik, 2 kunlik ish emas, hammanglar bilasizlar. Uni o'z ixtiyori qo'yib o'taylik. Po'lat uy kelaversin bolam, ha? Nashta qilaylik.
Cesur, əms maşını diqqət qıpaydın. Ha, ma'qul. Bugün şənbə bolğan gün keç baldırak qaytırğansız. Boshqa ishim bo'lmasa, chuqur baldirib qaytib kelaman. Acha sizchu, keç direktor bilan birliklamsiz? Ha. Bu Qaysar nalar yuriydigan-da, ha. Dadam ansirab kechich ko'zimni yumadi. Qap bu Qaysar. Ayrana, naymanğız? Telefon geldi, telefon. Kimden? Qaysardımı? Oy, Nadika, Cüret direktorunun qaşıska. Juradi. Hay, diqqat qilolamiz. Ya nima chiqotsa? Nima bo'ldi? Nima qara? Men ketmayman, qanday ketmayman men? Hey, dadam seni ensirab kechich uxlamadi, bilamsan? Dadam? Dadamning menda ensiraydig'ini endi bildingmi? Dadamning banaqligini boshqarman demak, ishini qila. Nima? Ishimni qilasiz inson. Nima chiqotsa? Aralashmangizlar. Chiqib ketinglar. Oldinga urmasam, ben qancha bo'ldi ekan. Men sen onunda turadi adımı. Dudu, umoqchiman, ura! Men yaramas bilan chiqasan. Sen yaramas olgan ki yaramas ben nima deyman? Ha? Qanda? Boshqa bormi? Senin qoldiring oldidan meni de ish ketgan o'xshamangda. Ish ketma, endi sen menga oshirib aytma. Ha, qancha akam bo'lsam oyoq qo'ymayman. Uqdingmi? Aslan ishga aralashma. Javobqin gaplarni anglamayapsan. Nima o'rayversa deyman? Qopsi. Sen nima bo'lgan bunda qilib ketsan, ha? Dadamni kesilsanda yo'shig'aliqni tushunma. Ya bo'lmasa dadamni otkasiga varis qilishini qarshi turganlik uchunmi ya? Hemmimiz uchun. Qoldiringlar. Ko'nglimga bek keldi, qanday qilmayapsan? Sen ko'nglim keltirdi, bushta qilamsan? O'ylab baxtimi? Dadam senda ensirab kechich uxlamadi. Ensirab? Ajab tuyuqsizlar. Vafodar bo'lib qolsin ha, nima ish qildiqsan? Sal faqat yarashimdim faqat. Dadam mushta o'zgargan chiqqanda. Men bo'lsam dadamning ichini otman. Agar dadam kasal bo'lmagan bo'lsa, mushundoq kiyinardi. Sen o'zing uchun men hozir doktor oldum deb vafodar chalatamsan o'zingni, ha? Mushuni uchun o'zgargan dadam bilamdi. Hey, senmi doktorma, ha? Senmi doktorma? Adamın kesimde baldıra his qilmaganligim uchun vicdan azobi tatib, azoblanib saram bo'lib qolay deyapman. Sen bo'lsang bunda qilmoqqa. Bekam o'xshash bir umr vicdan azob tatib qolsa. Ertugün zar yig'lig'imiz bilan asli kelmaydi. Bunda kichiklik qilma. Gaplarımni tushunayapsan sen? Gap qilmaysan ku. Qaysar? Sen hozir bunda qilganingning hech qanday foydasi yo'q. Aksincha dadamni kesal terini eg'irlab mana shu. Yaxshiroq o'ylashmoq. Qaysar istak topshirdi.
Akalın imiş ondaq deysin. O senden mi pek azapını atıdı oqqamsa? Немишқа маған балдырақ демейсің? Балдырақ білген болсам, dadam herге сұнда қақшатмайды. Senden mi pek azapını atınız? Sizlar keldingizmi? Kechiring direktor, sal kechikib qoldim. Ay, ishqisi yo'q. Fukumizning ishi qanday bo'ldi? Hal bo'ldi. Oldirashchilikda kiyib yetkazishga ulguramadim, mushtaq qolsam bo'laveradi. Bo'ldi, shunday yarashibdi. Rahmat. Ama tashviqot pulimnikilar bizni saqlab qopti. Men kirib tayyorlig'imni qilolay, ya. Dang 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 dang. Uy, Chiroqmika, ya chiroyliqga. Bu kiyimlarni oldingiz? bu kiyimni-chu bugungi yig'ilishda kiysiz. Satan o'ttirgan bo'ldingiz-da menga. Men sal turib ishga boradigan bo'lsam, baldalar bormaychi. Cho'qqin barsiz. Hammamiz borimiz. Shunda ko'ngillik bo'ldi. Po'lat kasi jiddiylashib, nim qilarimni bilmay qoldi ekanman shu. Hey, Po'lat kasning bo'pti, nimga jiddiylashdingiz? Qiziq dersiz. Ishqib, mushni kiysiz. Ha? Men chiqib tayyorlanib qolay-a? Siz O'zingizni tutaylan Qaysar aka. Uyda yuz bergan bu ishlarni siz biletdingiz. Shundaqmi? Sizga qandoq deyishimni faqat bilamadim. Kechiring. Hech qisi yo'q. Uydagilar meni azaldan bir e'tiborga boqqan emas. Shuni sizga meyran qilmayman. Amsa isbotlab beqing. Kishining ishinishiga arziydigan odam shundoq hech kimga gap qilmay yuramsiz? Bu to'g'rida faqat chiqib gap qilg'im yo'q, Ra'no. Qaysar aka, siz har minutlarni ching tuting. Kunda uydagilaringiz bilan so'qishib yurmay, taqamning qashig'i berib chiq-chiq hamra bo'ling. Uning ishonchim yo'q. Men hergiz akam achamlardek undoq yasalmalik qilolmayman. Sizni yasalmalik qiling demadim. O'zingizga ishining. Siz chuqur qila olaysiz, avatima Qaysar aka. Tinimsiz hayotda arzu-armonlarimizni qo'g'lab, shiraqlarga ketib qoladi ekanmiz. Ammo o'tmishdagi tatli his-tuyg'ularimiz hamon